Baharga xat. Abdore Rana Gopur. Birinci qism. Esingda barmiki Bahar? Onun bilan men kichigimizdan tanışatdık. Uyimizdagilar yaqin aralashadigan bo'lg'achqa, yilda biror qatam uchrashib qolatdik-yu, faqat paranglashib baxmabdi ekanmiz. Hatto uningga kulimsirab baqqanimni aslayolmayman. Ammo qiziq shuki, eng oxirgi qatam cho'nglarning zo'ri bilan qilgan tog' saylisida, umma menga, menmi uningga diqqat qilibdiman. Uningga diqqat qilishim, o men yaxshi ko'radigan yigitga bakma o'xshaydi ekan. Uning menga diqqat qilishining sababini so'rayman deb izchil unutibdiman. O hatto mening ashu kuni kiygan kiyimimdan tortib, igiz bo'g'ilgan uzun chechimgacha esida tutibdi. Shundoq, burun chechim uzun edi. Ayollarning chechi uzun, aqli qisqa deydiganlarni inkor qilib, choshnimi kalta qildim, ammo aqlim uzarmidi. Yaqinqi yillardagi qayta uchrashishimiz bir tuqqanimizning o'g'lining to'yida bo'ldi. U yigit beshikan. Ikki qo'ltig'iga 2 botilka haroqni qistirib, yigitlar o'ltirgan ayrimxonaga mengishi, mening garimxonadan yinib, ma'raka zaliga kirishimga to'g'ri keldi. Eshikni to'qirishib qilib, yo'tkalsak, bir yo'nalishda yo'tkilib, tursak, tang turib qilib, hech o'tisholmadik. Oxiri u, "Yaxshimisiz? Men jim turay, siz o'tiling", dedi. Men javoban, "Yaxshimisiz?" deb egiz pashniliq oyog'imni miq qaqqandek dasab, uzun kechilik ko'ynagimning peshiga dasib olmaslik uchun qo'limda sal ko'tarib olgan holda yenidan o'tib ketdim. Mencha u uydagilarning do'stining o'g'li. Ammo men bilan qilcha munosabati yo'q deganli bir odam edi. Oradan yana necha yil o'tib, uning hayotining eng qiyin vaqtida men yurtimga qaytgan edim. Dadisi bilan apisi birli vaqtda og'rib qilib, ikkilisi ICUda ularning holidan xabar elish bir talla o'g'il bo'lgan uning zimmasiga tushibdi ekan. Opamga hamroh bo'lib ularni yo'qlab berib, uni bir g'amkin qiyofatda ko'rdim. Soqollari o'sak, uyqusizlikdan ko'zlarining cho'rlari qaraygan, chiroy tatargan. Opam bilan yuz yiqib ko'rishib, menga beshini ling'ishtib, "Yaxshimisiz?" dedi. Mening salom javobimmo shunchalikla oddiy bo'ldi. Opam uning ota-onasining ahvolini so'rashga boshladi. Men uning ayolining bu yerda yo'qligiga diqqat qildim. Balkim uyga tamoq atkil ketgandi deb boshqacha gumonda bo'lmadim. Undan keyin opam necha qatim tamoq etib mendan avatdi. Qulaylik bo'lsin uchun o'ndidorni qo'shib oldik. Ammo faqat paranglashib baxmadim. Bir kuni damilishda uyda zerikib, men yaxshi ko'radigan bir davlatning rasmiga "Barg'im bor" degan so'zni qo'shib chambarakka chiqardim. 10 minutlardan keyin u inkas yozib, "Meningmi?" debdi. Men uning bu davlatni yaxshi ko'radigan, ko'rmaydiganligini so'rdim. U o'zining eng barg'usi bor davlatni, Sharqiy Yevropadagi kichik bir davlat ekanligini deb berdi. Ikkimizning aloqamiz shuningdan rasmiy boshlandi. Aloqaning ko'payishiga ergishib, uning bilan bagjiq o'rtoqligimiz borligini sezdik. Hatto tug'ilgan kunimizmi bir kunlik farq qildi ekan. U mendan bir kunlik cho'ng ekan. Shundan keyin har yili tug'ilgan kunimning oldingi kuni uni eslamay tura olmayman. Xuddi bu kunmi mening tug'ilgan kunimning bir qismiga aylangandekla alayda bilindi. Uning ismi-chi tehi? Bahar. Bu dunyoda bir insonlarni o'zini ko'rmay ismini anglamasang, hamon bir kuni unutib ketadigansan. Ammo uni mumkin emas. Uning ismi ya tirikim, ya o'likim, anglamasligi mumkin emas bir ism.
Shu paytida kunda uchirlashib turdik. Yaxshi ko'rgan kinolarni, naqshlarni, odamlarni so'zlashimiz. Telefonim sayrasila, qaramaymi u ekanligini bilaman. Uning ashu qayg'uliq kunlarda men madad bo'ldim desammi bo'ladi. Shundaq bir kunlarning birida heliq tuqqunimizning o'g'li ayoli bilan meni uyiga chaqirdi. Paranglashib o'ltirib, uning gapi chiqib qoldi. Navri enim menga bir kuni uning mashinasini bir ali mehmonxonaning oldida ko'rganini, u vaqtda u Hong Kongga xizmat bilan ketib qolgan vaqt bo'lg'achqa, navri enim uni qaytib kelgan bo'lsa, ko'rishay deb tursa, uning ayolining boshqa bir yish cho'ng odam bilan mehmonxonadan chiqqanligini deb soldi. Uning mashinasi ayni chog'da shahrimizda issil mashina ham nomer taxtasining o'zgachiligi bilan ko'zga chelqatdi. Navri enimdan bu ishni uningga degan demaganligini so'rdim. Navri enim, bu gapni qandoq deysan? Deb qaytirib so'radi. Shundala uning ayolining doktorxonaga bir qatim berib qo'ymaganini anglaganim esimga kechdi. Shu chaqda telefonim sayrdi. Cho'qim u qarmadim. Navri enim chaqchaq qilib, birisi bilan deyishib qo'yganmidding? dedi. Birinchi nikorim ko'ngilsiz oxirlashgandan keyin urug' tuqqan do'st birodarlar, o'zlari yaxshi degan odamlarni menga soy qiladi. Oldingi ko'ngil og'riqini unutib ketolmagachga, hozirlardan yana bir nikohga qadam qo'yishni o'ylashmadim. Bo'ytaqliq yomon emas-ku. Erkinlik o'zimning qo'lida. Hech kimga ehtiyojim yo'q. Uning ustiga men yaqi yurtda ishlayman. Bu yerdagi birisi men bilan mangamdi, ya men uni deb yaxshi xizmatimdan, shuncha yil o'rnatgan ijtimoiy munosabatimdan kechamdiman. Navri enimning chaqchig'iga deyishib qo'ymanda albatta, orom kelganda debla javob qildim. Ularning uydan chiqibla uchirga qarsam, nima ish qilyapsiz ekan? Mashinada qaytqach yana so'zlashib mangdiq. Oxiri uning ota-onasi saqiyib doktorxonadan chiqdi. Uni tabrikladim. Ummo mening madadlarimga rahmat aytdi. Mening qaytadigan vaqtim yaqinlashib, mehmontarchilik besib oldi. Bir kuni bir restoranning liftiga aron ulgurib chiqsam, ichida yolg'iz o'tiribdi. Ikkilimiz hang-tang bo'lib qoldik. Uning chiroyi ko'p yaxshilanibdi. Menmi uydan toza yasinib chiqqandim. U bundaq chiroyliq yasinib, nega mangdingiz dedi. Men do'stlarim bilan tamoqqa deyishib qo'yganimni aytdim. Ummo do'stlari bilan ko'rishir ekan. Ayrimxonamiz qo'shni ekan. U kechda muvaffaq ko'rsam, meni opirib qo'ya oladiganligini aytdi. Men bak tezli ma'qul javobimni berib soldim. Butkul o'ltirish jarayonida yuragim oqqandakla his qildim. Do'stlarimmo ro'yimning so'rinda emasligini aytishdi. Bir vaqtda u uchir qipti. Ma'amsiz deb. Men sizning tugidimi deb so'rsam, yo'q, baldiroq ma'aylimikin degandim deb javob berdi. Men beshim og'riganligini bahona qilib, do'stlarimdan xo'shlashib, u kutayotgan yerga keldim-da, ondan uning mashinasining yeniga keldik. Bu uning men biladigan mashinasi emas edi. Sababini so'rdim. U menga eshikni ochib bergach, uni hozir haydamayotganligini aytdi. Asta aylanib yo'lga chiqdik. Nima to'g'riliq paranglashishni bilmagandak, u yo'lga men darizdan taloga qarab o'ltiryapman. U eg'iz ichib biror yerga berib o'ltirib kelsak, bo'ladigan bo'lmaydiganligini so'radi. Men uningdak shahrimizning dangdorlari bilan nega berishning muvofiq bo'lganini bilmaydiganligimni aytdim. U meyqida kuldi.
Keyin bilsam, bu vaqtda u ajrashqili 2 oy bo'pti ekan. Faqat sirtqi demabdi. U meni bir oliy darajalik kashlik klubga boshlab bordi. Hashamatlik bezalgan Barna yigit sho'x qizlar bilan sahna to'lgan. G'uva chiroqqa qo'shilib, tamakining isida hamma odam tushdakli bir yer ekan. Bu hikoya sizga tanishdak bilinishi mumkin. Chunki bu rost bo'lgan voqea. Ammo bir odamning sarguzashtisi emas. Ular menga ishinib, aytib berdi va yezishimga bo'ladiganini aytdi. Shunga kimligini bak surishtirmang. Ish qilib, siz bizdak so'ygan, so'yilgan, aldigan, aldangan, vafosizlik qilgan ham qilingan oddiy insonlar. Ammo muhabbatdan yorlangan yarisi saqaymagan bemorlar. Bahar, mening zuvondarligimni bilasan. Ammo ichimlik buyurtib, oldimizga keltirilib, bir yutum ichkichimi gap qilishmadik. Ikki xil hissiyotda qiynalaman. O ailasi, ayoli bor er. Biz do'st debmi qo'yayli? Bu kashda bir er jinslik do'st bilan yolg'iz bundaq yerlarda o'ltirishni muvaffaq deb o'ylamayman. Qo'pibli ketay desam, uningmi ayoli boshqalar bilan sirtqa chiqibdi-ku deb ketmaslikka bahona izlayman-u. Bu xil usulda o'ch ilishni menga nima qo'ydi deb o'zimni ayblayman. Shuning bilan og'zimni ossamla qamlashmagan bir narsa deb selishdan ansirab jim o'ltirdim. Jimjitlikni u buzdi. Siz odatda ko'p gap qilmaydi ekansiz-da. Cho'ngdan kelamdikin dedim-ku. Qara Bahar, asli gapda uttirmaydim. U kulib qo'yib, asta o'zi to'g'riliq so'zlashga boshladi. Varang-churungda ovozini aniq anglay olmay, beshimni uningga yaqinlashtirishga majbur bo'ldim. Bahar, yaqinlik puraydigan odamlarni yaxshi ko'raman. Bu yaqinlikning o'zimcha bir aniqlamasi bor. Hamma odam yoqtirgan puroqni yaxshi ko'rib ketishim notayin. Uning puruqi nima desam bo'lar? Bir xil daraxtning puruqidek tabiiy, tonish ham yengil ekan. Bu atir balki yangi chachqanda kuchli bo'lg'aydi. Ammo hozirgi qoldiq puroq bir xil orom baxsh ekan. To'ydirmay uningga sapsilishga boshladim. Barmoqlari uzun, tirnoqlari pokiz ilingan. U mendan tamak chekishga ijozat olgan edi. O'ng qo'lining barmoqiga tamak qistirug'liq, qolgan barmoqlari bilan muz silingan, vodka qachalangan istakanni o'ynab o'ltiradi. Belikida hashamatlik emas, ammo isil markalik soat. To'y o'ziga yo'q ekan rost. Garsdamdoq shundaqroq bir nepiz popayki kiyibdi. Qara, ammo qeri chiroy emas. Uningga qaragan bo'lib, yuziga qaradim. Saqli ilingan, chechi sal dolqin, moda posunda yastilgan. U burilib menga qaradi. Men cho'chib ketib, oldimdagi ichimlikka qarab oldim. U o'zi to'g'riliq gaplarini tugitib, mendan savol so'rashga boshladi. Ajrashib ketishingizning sababini bilishga bo'lamdi? Albatta, ikkilimiz ajrashib ketishni muvaffaq ko'rdik. O'zingiz yaxshi ko'rgan birisining hayotiga randa silishingizning faqat hojati yo'q ekan. Muhabbat bor chog'da rostli bor, ammo yo'q desa, rost yo'q bo'ladi ekan. Qo'lga chiqqidek biror sabab yo'qmidi? Bordir balkim, qaraydi chog'liqqa. Ikki odamning ayrilib ketishiga amaliyotda yaxshi ko'rmaslikdan boshqasi bahona bo'la olmaydi. Yaxshilik ko'rsa, nimali bo'lsa chidab ketadi. Yaxshi ko'rmasa, bog'lab qo'ysimi turmaydi. Buningga toza qo'shila olmaydi ekanman. Amisa bak afsus. U bu to'g'riliq
yana təgəssək, parangni o'ltirdiganligimizni bayqab, yoq yurtdagi turmushimni so'rashga boshladi. Bahar, necha soat nimalarni deyishdik, nimalarga kulishdik, yodimda yo'q. Ammo uyga qaytganimda xushalliqdan yuzlarim qizargan bir holatda edim. Ha rost, men unutolmag'idek kichik bir ish yuz berdi. Qaytayli deb mengib liftga chiqqacha u so'l qo'li bilan liftning eshigini tutib turib, meni oldida chiqsin degandek qilib, o'ng qo'li bilan belimdan asta oldiga ittirib qo'ydi. Bahar, men 10 necha yoshlardagi qiz emas. Birinchi qatim muhabbatlashmayapman. Hatto birinchi nikoyim emas. Ammo uning qo'li tekkan yer bir kecha ko'yishib chiqdi. Eng yaqin do'stimdan yaxshi ko'rgan birsini unutish uchun qanchalik vaqt ketadi deb so'rasam, u 1 yil devidi. Voy, nimandaq uzun degandim. Ammo uni yaxshi ko'rishdan nafratlanishga, ondan hech qanday hissiyotim qolmaguncha 5 yil vaqt ketdi. Buni keyin do'stimga aytdim. O shu chaqdala 5 yil demakchidim, 1 yilni uzun chaqlagandim, boshqa kelganda ko'ra deb gap qilmagandim deb aytdi. U kechasi hayajondan ko'zimga hech uyqu keladigandak emas. Uyan-buyan o'rilib, qachon uxlab qolganimni bilolmadim. Ertasi kechikib tursam, meni kutib turgani opamning nashtaligi bilan tap-tanisi ekan. Opam so'zini uyda o'ltirmayotganligimdan boshlab turmush ishimga burilganda men gapni bo'ldim. Opa, men cho'qim to'y qilaman. Xotirjam bo'ling-a. Ammo pat orda mumkin bo'lmaydi. Cho'ngroq narsa olsaqmi, necha o'ylashimiz. Men butun surak bir odamni tanlayapman. Yana xato bo'lib qolsa-chi? Onundan hozircha mushundaq turib turay. Opam 2 kundan keyin ketadiganimni o'ylab gapni to'xtatdi. Kunda uchirlashimiz, kamdan-kam telefon qilishimiz yoki ovozli uchur qilishimiz. Bu mening odatim. Atsi degan yo'lga chiqadigan kunim uyni do'stlarim besib oldi. Menmo bir tarafdan tayyorlik, bir tarafdan mehmon bilan bo'lib, telefonimning nada qolganiga diqqat qilmabdiman. O kech tarafda men bilan xo'shlashqili kelib, uchur qilib qo'yib, 4 soat mashinada saqlabdi. Buni ko'rib, aldirash telefon qilib, uningdan kechirim so'rdim. O to'g'ri tushundiganligini aytdi. Yana uzunga so'zilgan sukut. Telefonda xo'shlashayli amsa, dedim oxiri. O aydirimga rost chiqmamdim deb so'rdi. Men chaqchaqqa yo'labla. Aeroplanni siz haydamagandan keyin avar bo'lmang dedim-da, amalliq tilishib, o mening telefonimni qo'yishimni saqlab, men uni suylab yurib, telefonni qo'ydik. Bahar, men o chaqda mushu mang'ancha uni qayta izlamaslikni qaror qilgan edim. Ham shundaqmi qilgandim. Aeroplan ko'kka ko'tarilishi bilan bu qitimqi ayrilishning har vaqtdagidimi ig'ir kelganini his qildim. Ko'zimdan yosh taramlab eqishga boshladi. Beshimni dariz tarafga burab, ko'zimni yumib oldim. Aldirash ishlayman. Men Germaniyaning meditsina uskunlar shirkatida ishlagachga, Germandakli xizmat tizimida ishlaydim. Dam olishdan kelib, do'linib qolgan ishlarimni tugatolmay tursam, shirkatdan meni Yaponiyaga avatadigan bo'ldi. Bumi yaxshi bo'ldi deb o'yladim. Kelgandan buyon uning bilan aloqalashmadim. Ummo ko'nglimdekini sezgandak meni izdimadi. Keshlari uyqusizlik, kunduzdagi jafoli xizmat, uningga bo'lgan seg'inishim, o'zimni ayiblash tuyg'ularim qo'shilib, meni elib qo'yotdi. Nemisini yaxshi ko'rsam, deb o'zimni so'roqqa tortatdim. Sanab bergidak bir sabab yo'q. Ammo Bahar, birsini yaxshi ko'rishga sabab ketamdi.
Yaxşı görüşнең o'zi texi sabab, natija emas. Agar bir sabablik yaxshi ko'rish bo'lsa, kechirgin. U haqiqiy yaxshi ko'rish emas. Sang bularni aytqicha, u kunlarga qayta qarashqa majbur bo'layapman, Bahar. Bu meni bak charchitadi. Uyingning bir bulingdiki, keyin lozim bo'lib qolar deb bir narsalarni do'ylab qo'ygan kichik uyning eshigini asta ichib, o'mchik torlarini qo'lingda supurib yurib, eng ichiga qo'yilgan kichikkina yog'och sandiqni qo'lingga ilib, ustidagi to'pchangni pudab, ehtiyot bilan assang, rangi suslashgan ko'na rasmlar, xatchaklar, kundalik xotirlarni ko'rib, goh tush, goh reallikdek his qilasan-ku. Men xuddi shundaq hissiyotda. Uning ismidan boshqa hamma narsani unutib ketdim. Chiroyimi to'pi bosgan rasmdek aniq emas. Halbuki mushularning hammasi ayni vaqtda meni bekma azoblagan edi. Yaponiyaga bir haftalik xizmat bilan bordim. Vaqtim bak zich o'rinlashtirilibdi. O'zimmo Yaponiyani yaxshi ko'ratdim. Shun vaqtincha bo'lsa-mu, uni xiyolimdan sal yiroq qila oldim. Bu fasl Yaponiyaning eng go'zal fasli bahor fasli. Davlat guli sakura janub tarafdan boshlab ichilishga boshlagan. Daraxtlik yerlarda shoxlar beshig'i soyvan bo'lib, larzon shamolda sakura gullari asta laylab başlarınğa yelkenge tushidi. Yiqimliq bir puroq atrofni qaplagan. Yog'och sandal kiygan qiysiq ko'zlik yapon qizlari an'anaviy kiyimlarini kiyishib, mang'onga ko'ra ushshaq qadam bilan yugurganda qilib sakura seylisiga chiqdi. Yeningdan o'tganda beshini azroq egib qo'ydi. Mushundaq manzarlardan huzurlanib, vaqtim tugay dedi. Bu kuni yig'inda yenib, mehmonxonaga mangan vaqtim simsim yomg'irga to'g'ri kelib qoldi. Ko'chadagi hamma odam aldirash manziliga qarab mengibdi. Ushtim tut shundaq bir g'eriblik his qildimki, butun dunyoda men birli inson bordek tanholik butun vujudimni qopladi. Shinjuku'dagi dangliq to'tkochining to'qmishida 8 tarafdan o'tishayotgan odamlarga qarab turibla qoldim. Kishilar menga so'qilib yo'liga mangadi. Bahar, ishansang, o'sha odamlarni ko'zim ko'rmadi. Butun ko'z oldimda uning siyoqi. Bir seg'inish yuragimdan butun badanimga og'riq bo'lib tarashqa boshladi. Yomg'ir cho'ngib ketdi. Men aldirab poyezd bekatiga mangdim. Telefonim uchur kelganligiga signal berib titirdi. Uning bilan aloqa uzilgandan buyon uchurlarni aldirab ko'rib ketmaydigan bo'lg'aydim. Opam bilan 1 soat burun videoliq ko'rishdik. Shunga kim bo'lsa bo'lmamdi deb karim bo'lmadi. Poyezdga chiqib joylashgandan keyin uchur esimga kelib, telefonni qo'limga elib, ön didarını açdım. Onun baş sörtida qizil chekit turadi. Nimami degando? Ochaymo, qandaq qilay degandek savollar bilan qo'limni asta bash sörtiga tekkizib assam, WhatsApp degan xat turmasmi? Butun qayg'urim bir g'azab bo'lib mengamga chiqdi. O ishkirdagi oliy maktabda ingliz tili o'qigan. Ikkinchi chet tilga fransuzcha o'qigan. Fransiyada 1 yil til o'qigan. Ammo men Uyg'urg'u. 1 oy aloqalashmagan birsidan salom deb ahvol so'ramay, nima degani bu? Nima ap bo'lmoqchidi? Seni seg'inib, ahvolimga qayg'urib ap. Buni undaq degili bo'lmaydi-da. Tishimni tishlab, salom deb javob qildim. Daqiqada uning javobi keldi. Ketib 1 oy bo'ldi. Yo'qopli ketdingiz-ku. Allohga oyim yetibdi deb o'yladim Bahar. Ayrılığımızga dal 1 oy bo'lg'ini esida barkan. Bu gap bilan yumshagandek bo'ldim. Aldirash
Yaponiyaga kelgandim, dedim. Bildim. Çemberekdeki rasmlaringizni ko'rib turibman, dedi. Birdilla bütün achchig'im tarab ketdi. Yomg'ir to'xtab, kun parlagandek bir yo'riqlikqa chiqib qoldim. Shu patida mehmonxonaga qaytib, uxlig'icha paranglashdik. Bu bir oydan beri bo'lgan ishlarni doklad qilishdik. Shuning bilan telefonni tutqunimcha uxlab qopdiman. Әтісі чөчіп ойғынып, өндейдарны ассам, оның таң атарға еқін әвәткен 2 ұчыр тұрыпты. Сізге бір гәпні айтай дегендім. Мен 4 ай бұрын ажыршып кеттім. Әмма бірсіге айтмадым. Сіз tunji bu ishni bilgan odam. Bahar, karvatdan qandaq sakrab turg'inimni, uyning ichida xo'shalliqda qandaq sakrab, yugurib ketganimni, tishimni, yuzimni usul o'ynag'ach qandaq yo'g'inimni, qandaq ko'ngil qo'yib girim qilganimni, kiyimlarimni qandaq tanlaganimni ko'z oldinga hargiz keltirolmaysan. Bir odam emas, bütün dünya mening bo'lgandek xo'shal bo'ldim. Afsus, jiq o'ylab ketibdiganman. Hayotning qiziqi uning azaldan sen kutgan qartni tushmaganida. Davomi bor.